Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz, ya'ni Surxon Suro YouTube kanali obunachilari hamda bizni kuzatib boruvchilar. Mana bugun Qiziriq tumanining 11-bo'lim mahallasiga keldik. Ya'ni bu uyimiz gipki kamin fasad aboylari bo'lgan. Ochiq limon svetlarda, chekkalari qora rangda bo'lgan. Bu uyimiz ham 170 nechidir kvadrat edi, hozir esda qolmabdi. Bitganiga ham bir hafta bo'ldi. Ko'rib baho berasiz. Juda chiroyli uy bo'lgan. Uyning qurilish dizayni ham juda yaxshi, juda chiroyli. Bu tomon bitta xo'jalik bo'lsa, bu tomoniga bitta xo'jalik bemalol yashash mumkin bo'lgan uy. Ko'rayotganingizdek, mana to'rdik qismiga tapchanlar ham qilingan. Tepalar tunikafon bitgan. Mana devorlar fasadlarini gipki kamin qilib berdik. Uy egalarining xohishiga binoan shunaqa rang qildik. Ochiq limon svet. Tomonlari ham bo'lgan. Do'stlar, kanalimizga anchadan beri video qo'ymay qolgan edik. Mana endi xudo xolosa kunlar isida ishlarimiz ham ancha, uylarimiz bitib qoldi. 5-6 ta uylarimiz bitgan holatlari bor, hali ularni ham chiqarib boramiz. Xudo xolosa kanalimizga obuna bo'lib, like bosib tursalaringiz xursand bo'lamiz. Chiqarayotgan ishlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasiz. Kimga shunaqa gipki kamin fasad aboylari xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilsangiz. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida o'zimiz ishlab chiqarishimiz ham. Bu uyimiz ham Qiziriq tumanida bo'lgan. Ranglar jihatdan hech qanaqa muammo yo'q. Xohlagan rangingiz, xohlagan fasoningizda qilib berishimiz mumkin. Ranglarimizni turi ko'p. Kimga qanaqa rang ma'qul kelsa, shu ranglarda ishlayapmiz, xudoga shukr. Mana uyimiz chiroyli chiqqan bu. Kommentda o'z fikringizni qoldirasiz degan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. E'tibor uchun rahmat. Keyingi videolarimizni ham tez kunlarda chiqaramiz.